ayni narsalarga esa biroz to'xtalish qilamiz. Bugun mana shunday oqshomda nafaqat qo'shiqlar, nafaqat raqslar, balki to'y boshida tilga olganimizdek bugun shirinlar, shirin tilaklar ham barobar davom etadi. Avvalambor mana shu mehmonlarimizga yana bir bor xush kayfiyat tilaymiz. Haqiqatan ham mehmon atoyi Xudo deydi xalqimiz. Bugun mana shunday bir chiroyli sanada, ya'ni yakshanba dam olish sanasida bugun juda ko'plab yaqinlar mana shu xonadonni yaxshi kuniga sherik bo'lyapti. Ana shunday yaqinlarga yana bir bor to'y sohib sohbalari nomidan boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Xush kelibsan, qadamlaringga hasanotlar bo'lsin. Va mana shu chiroyli lahzalarda yana bir bor bugun to'y boshlariga to'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimiz esa bir umrga baxtli, saodatli bo'lsin deymiz. Demak azizlar, yana mana shunday chiroyli sokin daqiqalarni bir-biridan yoqimli tilaklar bilan bezab boramiz. Mehmonlar bugun juda ko'p. Bugun shu to'y boshlarimiz aynan Ikromjon aka, Munavvar opamlar ko'ngillariga eng yaqin bo'lgan insonlarni bugun jondan aziz farzandlarini nikoh to'yiga chorlagan. Ana shunday yaqinlar esa o'z tilaklari bilan bizni yana xushnud etishda davom etadi. Hozirgi tilak uchun mana shu Munavvar opamni hamkasblari, ustozlari, mana shu elimizning xizmatida bo'lgan tibbiyot xodimlari bugun davramizda qatnashyapti va hozirgi aynan chiroyli tilaklarni biz ular nomidan e'lon qilsak va mikrofonimiz qarshisiga Gulnor opamizni taklif qilamiz va Gulnor opam navbatdagi ajoyib tilaklarni barcha jamoadoshlar yoki aytishimiz mumkinki, mana shu bugungi to'yga kela olmagan, shu yerda qatnasha olmayotganlar nomidan ham o'zi chiroyli qilib isbot etib beradi. Gulnor opam, marhamat, sizni davraga chorlaymiz. Chiroyli qarsaklar bilan mana shunday bir yaxshi kunni, bir yaxshi tilaklarni aynan mana shu Gulnor opamdan tinglab o'tamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Gulnor opa, kelaverasizlar. Avvalambor ko'rishganimiz uchun xursandmiz. Yaqinroq vaqtda turaveramiz. Endi bugun yaxshi kunda ko'rishlik, yaxshi kunga bugun yaxshi tilaklarni bildirishni nasib qilgan ekan. Munavvar opa ham kelsin, ha? Chaqiraylik. Munavvar opa kelasiz. Bizga va mana shu hozirgi tilaklarni aynan hamkasblar, mana shu xalqimizning xizmatida bo'lgan shifoxona xodimlaridan, tug'ruqxona xodimlaridan tinglaymiz. Sizlarni ham o'ylagan niyatlaringizga Xudoning o'zi yetkazsin deymiz. Juda bir yoqimli tilaklar bo'ldi. Faoliyatlaringizga omad, hech qachon charchamangizlar, yerimizda xalqimizning xizmatida. Gulnor opa, kollektivni keyin chaqiramiz, bitta osh yevoyingizlar. Osh boshlandi. Keyin kollektiv to'xtashuv. Yaxshi qo'shiqlarimiz bor. Biz chunki juda ko'p to'ylarda uchrashganmiz. Mana shu opalarimiz bilan va Gulnor opa, mana ko'p mana bizga tanish bo'lgan bir opalarimiz, mana Xolida opam o'tiribdilar. Qancha bizni kunimizga yaragan ajoyib bir maskan xodimlari qatnashyapti. Tilaklar uchun ming rahmat deymiz. Endi esa mana shu bugun hozir dasturxonga taomlar ham tortilyapti ekan, mehmonlarga yoqimli ishlar tilaymiz va tavallud qilib olishlari uchun imkon beramiz va hozirgi tilak uchun shu yerda yana bir to'yxonamizning markaziy qismi bor. Mana shu daqiqalarga birgalikda yuzlanamiz. Bugungi to'y qahramoni, to'y sabablari, mana shu kelin-kuyovlarimiz Akmaljon hamda Farangizlarni orzu qilgan, niyat qilgan daqiqalari borgan sari yaqinlashmoqda. Ular esa aynan shu onlarni bir umr niyat qilishgan, alohida bugun intiqib kutishmoqda. Ya'ni bugun shu davramizda kelin-kuyovlarimiz tomonidan maxsus sovg'alar bor va aynan shu sovg'alarni qabul qilib oluvchi insonlar esa bugun shu to'yxonamizda hammadan ham ko'proq xursand bo'lgan, baxtli bo'lib yurgan insonlar, onajonlarimiz. Qolaversa bugun mana shu yerda yosh ulug' onaxonimiz Ashurgul onamiz ham borlar. Shu onamizga umrlari ziyoda bo'lsin deymiz. Ashurgul onamizni davraga taklif qilamiz. Onaxonimizni bugun nevara to'ylarga bosh bo'lib turgan ekan. Mana shu munosabat bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Qani Ashurgul onamiz kelsinlar. Birinchi bo'lib mana shu onaxon ham bir chiroyli duolarni tinglaymiz. Kelin-kuyovlarimizni qolaversa bugun shu to'yga yaxshi niyat bilan kelgan hamma mehmonlarni duo qilib. Onaxonimiz qanday? Kelsin Ashurgul onamiz. Chaqiraylik. Keling ashab. Keyingi onalarimizni, xudo xolalarimizni keyin chaqirib olaveramiz. Ashurgul onam kelsin birinchi bo'lib yonimizga.
bo'lib ekan. Qani onaxon keling, Ashigul opam kelsa sherik bo'lib kelaversin, yonidagi qarindoshlardir, yaqinlardir, kelaversin. Hammani chaqiramiz. Marhamat. Bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. Bugun mana shunaqa bir chiroyli kunga Xudo yetkazdi. Hammani bugun shu to'yxonaga bu yaxshi niyatli insonlar yig'ildi. Hamma sizga havas qilib turibdi. Avvalo yoshlarga Xudo baxtini bersin. Kelasi yil 5 to'ylarda shunday turish hammaga nasib qilsin deymiz. Endi bugun sizni taklif qilar ekanmiz, endi sizni yoningizga Munavvar opam kelsinlar, hamda kelinimizni onalari Xudo xolamiz ham kelsin, Manzur opamni ham taklif qilaylik. Onajonlarimizni mana shu yonimizda turgan yosh ulug' onaxonimizni taklif etamizda, kelin-kuyovlarimiz aynan bugun shu onalarimizga, qolaversa mana shu onaxonimizga bir chiroyli sovg'alar niyat qilishgan ekan. Manzur opam Xudo xolamiz ham kelishlarini so'raymiz. Bugun Xudo tomonidan ham juda ko'pchilik mehmonlarimiz qatnashyapti. Kelin tomonga ham to'ylar muborak bo'lsin. Kuyovlar qulluq bo'lsin. Ushbu xonadonga kelin muborak bo'lsin deymiz. Bugun ikkita xonadon o'rtasida yaxshi niyatlar bir umrga uzilmas rishtalar yo'lga qo'yilyapti. Ilohim Xudolar borishga kelishli bo'lsin. Kelasi Xudo xolasa yoringiz bilan kelin-kuyovlarimizni farzandlarning beshik to'ylarida, hatto to'ylarida turishib, hammaga Ilohim nasib qilsin deymiz. Manzur opa kelasiz, onajonlarimizni, Xudo xolamizni kutib olamiz. Rahmat. Ashigul opa, endi bir chiroyli duo qilamiz. Birinchi sizdan eshitamiz. Marhamat, mikrofonni beramiz. Endi Manzur opamdan ham chiroyli tilaklarni, chiroyli so'zlarni birga tinglaymiz. Manzur opam. Chiroyli suratga tushib qolasizlar. Suratkash do'stlarim xizmatlaringizda. Endi Akmaljon marhamat qilib kelin poshsha bilan biz sanabar ko'zimiz tushdi. Juda ham chiroyli guldassalarni xarid qilgan ekansizlar, kam bo'lmagan. Endi bujonimizga, onajonlarimizga topshirish fursatlari yetib keldi. Har oni oq olar boshdagi tola. Gohidan quvondim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bo'laman bola. Gohi yolg'on, gohi rostdir bu dunyo. Onamning poyidan tasir bu dunyo. Dunyoni boshimdan balandga qo'yib, o'zim o'tirgan shohga o'zim o't qo'yib, yig'lasam foyda yo'q so'y kuyib. O'zicha o'ziga mosdir bu dunyo. Onajonim poyidan pastir bu dunyo deganlar. Shonalarimizga dilroz qarsaklarni aytmaysan. Onajonlarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimiz abadiy baxtli bo'lsin deganlar olqishlab turasizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Chiroyli qo'shiqlarimiz